Akalar o'rdak bo'lmanglar. O'sha mashhur masal bor. Bir inson oltin tuxum qo'yadigan o'rdak topib oladi. O'rdak har kuni bittadan oltin tuxum qo'yishni boshlaydi va u odam boyib ketadi. Boyib ketgandan keyin ozgina baxilligi, pastkashligi tutib qoladi-da, bu bittadan har kuni qo'yishi menga kamlik qilyapti. Ichini yoraman-da, hamma tuxumni bittadan olib olaman deydi. Tabiiyki, o'rdakning ichiga bitta tuxum sig'adi, har kuni bittadan. Yorsa ichidan bitta tuxum chiqadi, shun bilan ertasidan tuxum ham yo'q, o'rdak ham yo'q. Har bir ishda xuddi shunga o'xshab ta'minot bor, ta'minotning vositasi bor. Masalan, siz kira qiladigan bo'lsangiz, kiradan topadigan pulingiz ta'minot. Mashinangiz ta'minot vositasi. Agar mashinangizga qaramasdan, moyini vaqtida quymasdan, hadoviga qaramasdan shaldiratib haydaversangiz, bir yildan keyin u mashina rasvo bo'ladi, keyin mashina ham yo'q, kira ham yo'q. Ya'ni ta'minot vositasi ham yo'q, ta'minot ham yo'q. Ana endi bu holatda o'sha ta'minot vositasi biza erkaklar o'zimizmiz. Agar oilamga, bola chaqamga qarayman deb sinib ketguningizcha o'zingizga qaramasdan mehnat qiladigan bo'lsangiz, oxir oqibat belingizdan ketadi, quvvatingizdan ketadi, pochkangizdan ketadi, asabingizdan ketadi va oilangiz ham ta'minotsiz qoladi, ham ta'minot vositasiz qoladi. Siz o'zingiz ularga yuk bo'lib qolishingiz mumkin. O'shaning uchun do'stlar, o'zingizlarga yaxshi qaranglar. Joy namozda qalinni ishlatinglar, oyoq kiyimni yaxshisini kiyinglar. Ovqatda sifatlayliklar, uydinglar ham, o'zingizlar ham sog'lig'ingizga qaranglar, o'zingizlarni yaxshi ko'ringlar. Juma muborak bo'lsin.